Toshkent issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida 1-dekabrdan 30-dekabrga qadar yong'in xavfsizligi ko'rik oyligi deb e'lon qilingan edi. Mazkur vaqt davomida stansiya xodimlari uchun bir qator amaliy seminarlar hamda viktorinalar tashkil etilmoqda. Tadbirlarning uzviy davomi sifatida sun'iy ravishda sodir etilgan yong'in holatini o'chirish bo'yicha amaliy mashg'ulot o'tkazildi. 1860 megawatt kondensatsiyali issiqlik elektr stansiyasi salkam 60 yildan buyon aholini elektr toki bilan ta'minlab kelmoqda. Bug' gaz blokiga ega bo'lgan mazkur obyektda ishlab chiqarilayotgan mahsulotning 97%ni elektr energiyasi, qolgan 3%ni esa issiqlik quvvati tashkil etadi. Stansiyada xavfsiz ish jarayonini tashkil etish maqsadida 1-dan 30-dekabrgacha yong'in xavfsizligi ko'rik oyligi deb e'lon qilingan. Yong'in xavfsizligi talablarini bajarish, kuchaytirish 2025-yil 26-yilda kuz-qish mavsumida yong'in xavfsizligini kuchaytirish maqsad qilib olingan. Joriy yilda yong'in qutqaruv qismiga 24 tonna ko'pik hosil qiluvchi modda, yangi zamonaviy o't o'chirish avtomobili xarid qilindi. Belgilangan bir oy mobaynida stansiyaning 1200 ga yaqin xodimlarga yong'in xavfsizligi bo'yicha malakalarni oshirish uchun har kuni mas'ullar tomonidan uchrashuvlar tashkil qilinib, favqulodda vaziyatlarning oldini olish, xavfsizlik texnikasi qoidalari va birinchi test tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha bilimi sinovdan o'tkazilmoqda. Bo'linmalar tomonidan hamkorlik xizmatlar bilan birgalikda yong'in o'chirish ishlari amalga oshirildi va bundan tashqari viktorinalar tashkil etildi. Har oyda biz o'sha yong'in xavfsizligi oyligini har xil nomlanishlari bilan birgalikda olib boryapmiz ish faoliyatlarini. Shu ishlarimizni samarasi natijasida hech qanday obyekt hududida yong'inlar sodir bo'lmadi shu kunga qadar. Mazkur ko'rik oyligi mamlakatimiz energetika sohasi korxonalarida mehnat xavfsizligini ta'minlash, xodimlar malakasini oshirish, ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarga tayyorgarlik darajasini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Gulbahor Abdulxayeva, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun.